BYD kompaniyasi yangi Chinmax sedanini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Avtomobil Dynasty oilasiga kiradi va ikki xil versiyada to'liq elektr hamda DMI tizimiga ega plug-in gibrid variantlarida taqdim etiladi. Birinchi qarashda xitoyliklar shunchaki Chin L modelini biroz kattalashtirib, nomiga Max qo'shimchasini qo'shgandek tuyulishi mumkin. Ammo aslida bu ancha yirik va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan model bo'lib, Chin oilasidagi eng yuqori o'rinni egallaydi. Yangi model keng va qulay salon, boy jihozlar, zamonaviy haydovchiga yordam beruvchi tizimlar hamda juda tez quvvatlanadigan yangi avlod akkumulyatori bilan ta'minlanadi. Yaqin vaqtgacha Chin oilasi BYDning eng muvaffaqiyatli modellari qatorida edi. Faqatgina 2025-yilning o'zida kompaniya ushbu seriyaga mansub 660 mingdan ortiq avtomobil sotgan. Biroq 2026-yilning birinchi yarmida talab sezilarli darajada pasaydi. Savdo hajmi qariyb 46% ga kamayib, 150 ming donadan kamroq avtomobil sotildi. Xitoy avtomobil bozori shu qadar tez rivojlanmoqdaki, hatto muvaffaqiyatli modellar ham yangi raqobatchilar fonida ortda qolib ketmoqda. Xaridorlar zamonaviyroq interyer, takomillashtirilgan elektron yordamchi tizimlar, uzoqroq yurish zaxirasi va imkon qadar tez quvvatlanishini istashmoqda. Shu sababli Chinmax modelining paydo bo'lishi mutlaqo mantiqiy. Navbatdagi kichik yangilanish o'rniga BYD kattaroq, zamonaviyroq va yanada boy jihozlangan sedan ishlab chiqarishga qaror qildi. Endi esa uning tashqi ko'rinishidan boshlaymiz. Yoshlar uchun mo'ljallangan model sifatida taqdim etilganiga qaramay, Chinmax dizaynini haddan tashqari agressiv deb bo'lmaydi. Aksincha, avtomobil jiddiy va nafis va har qanday xaridorga mos keladigan universal uslubda ishlab chiqilgan. Old qismi Dynasty oilasining o'ziga xos dizaynida ishlangan. Cho'zilgan old faralar keng xrom bezak bilan o'zaro tutashtirilgan bo'lib, sedan ko'rinishini yanada kengroq qilib ko'rsatadi. Pastki qismida 3 bo'lakli havo kirish panjaralari joylashgan. Bamperning ikki chetida esa yirik jabralarni eslatuvchi ifodali dizayn elementlari mavjud. Yon tomondan qaralganda yarm yashirin eshik tutqichlari darhol e'tiborini tortadi. Bunday yechim bugungi kunda Xitoyda ishlab chiqarilayotgan zamonaviy elektromobillar va plug-in gibridlari uchun odatiy holga aylangan. Shuningdek, avtomobil 18 dyumli g'ildirak disklari bilan jihozlanadi. Orqa qismida kuzovning deyarli butun eni bo'ylab cho'zilgan yaxlit LED chiroq o'rnatilgan. Uning yoritish grafikasi Xitoy tugunini uslubida ishlangan bo'lib, BYD ushbu dizayn yechimini boshqa yangi modellarda ham qo'llamoqda. Ayrim versiyalarda old oynaning yuqori qismida lidar o'rnatiladi. Tizimning barcha imkoniyatlari hozircha rasman oshkor qilinmagan. Biroq lidarning mavjudligi Chinmax zamonaviy va keng qamrovli haydovchiga yordam beruvchi tizimlar bilan jihozlanishidan dalolat beradi. Endi esa avtomobilning o'lchamlari haqida gaplashamiz. Chunki aynan shu jihat Max qo'shimchasini o'zini to'liq oqlaydi. Avtomobilning uzunligi 4866 mm, kengligi 1880 mm, balandligi esa 1495 mm ni tashkil etadi. G'ildirak bazasi 2820 mm ga teng. Shu tariqa Chinmax Chin oilasidagi eng uzun sedan hisoblanadi. Bu ko'rsatkich bo'yicha u uzunligi taxminan 4720-4830 mm oralig'idagi boshqa modellarni ortda qoldiradi. Shu bois Chinmaxning ikkinchi qator o'rindiqlari ancha keng va qulay bo'lishi kutish mumkin. Albatta, yakuniy xulosani avtomobil bilan yaqindan tanishgandan keyin aytish mumkin bo'ladi. Ammo hozirdanoq ayonki, Chinmax yoshroq modellarga nisbatan kengroq salon va yanada salobatli ko'rinishni taklif etadi. Avtomobilning eng muhim jihati uning texnik qismida yashiringan. Avval aytganimdek, Chinmax ikki xil versiyada taqdim etiladi. Birinchisi Chinmax DMI plug-in gibrid modeli. U 1,5 litrli benzin dvigateli bilan jihozlanadi. Ushbu dvigatel 74 kW yoki 101 ot kuchi quvvat ishlab chiqaradi. U bilan birgalikda 175 kW yoki 238 ot kuchiga yaqin quvvatga ega elektromotor ishlaydi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, gibrid versiya 25,3 kWh yoki 34,3 kWh sig'imli akkumulyator variantlari bilan taklif etiladi. Hozircha avtomobilning faqat elektr quvvatida bosib o'tadigan masofasi rasman e'lon qilinmagan. Biroq bunday sig'imdagi akkumulyatorlar plug-in gibrid avtomobili uchun ancha katta hisoblanadi va yuqori elektr yurish zaxirasini ta'minlashi kutilmoqda. Ikkinchi variant esa to'liq elektr Chinmax EV modeli. Bu versiyada xaridorlarga ikki xil quvvat varianti taklif etiladi. Asosiy modifikatsiya 120 kW taxminan 163 ot kuchiga quvvatga ega elektromotor bilan jihozlanadi. Kuchliroq varianti esa 240 kW taxminan 326 ot kuchi quvvat ishlab chiqaradigan elektromotor bilan taqdim etiladi. Chinmax EV elektromobili uchun ikki xil akkumulyator variantlari taklif etiladi. Asosiy versiya 5208 kWh sig'imli akkumulyator bilan jihozlanadi. Yuqori versiyada esa 64,3 kWh sig'imga ega batareya o'rnatiladi. Xitoyning CLTC sinov sikliga ko'ra avtomobil mos ravishda 530 km va 630 km masofani bosib o'ta oladi. Endi esa Chinmaxning eng muhim texnologik yangiligiga to'xtalamiz. To'liq elektr versiya ikkinchi avlod Blade Battery akkumulyatori hamda flash charging, ya'ni o'ta tezkor quvvatlash tizimi bilan jihozlanadi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, akkumulyatorni 10% dan 70% gacha atigi 5 daqiqada quvvatlash mumkin bo'ladi. Bu esa yangi Chinmax EV'ning eng katta afzalliklaridan biri bo'lishi kutilmoqda. Akkumulyatorni 10% dan 97% gacha quvvatlash taxminan 9 daqiqa vaqt olishi aytilmoqda. Agar bu ko'rsatkichlar real sharoitda ham tasdiqlansa, bu avtomobilning juda katta ustunligiga aylanadi. Haydovchi endi quvvatlash stansiyalarida yarim soat yoki 1 soat kutishga majbur bo'lmaydi. 10 daqiqadan ham kam vaqt ichida avtomobil deyarli to'liq energiya zaxirasini to'ldira oladi. Agar avtomobilning tashqi ko'rinishi ancha vazmin uslubda ishlangan bo'lsa, uning saloni ancha zamonaviy va texnologik ko'rinadi. Haydovchi qarshisida pastki qismi biroz tekislangan, 2 spitsali rul joylashgan, raqamli uskunalar paneli old panelda bevosita integratsiya qilingan. Markazda esa alohida o'rnatilgan yirik multimedia displeyi mavjud. Transmissiya selektor rul ustuniga ko'chirilgan. Bunday yechim Dynasty oilasining boshqa yangi modellarida, jumladan yangilangan Chin L'da ham qo'llanilgan. Selektorning rul ustuniga ko'chirilishi markaziy konsolda qo'shimcha joy bo'shashiga imkon beradi. Bu yerda smartfonlar uchun simsiz quvvatlash maydonchalari, jismoniy boshqaruv tugmalari, ikkita ochiq stakan ushlagichi hamda kichik aylanma boshqaruv regulyatori joylashgan. Alohida e'tiborga molik jihat shundaki, BYD jismoniy boshqaruv tugmalarini saqlab qolgan. Bugungi kunda ko'plab ishlab chiqaruvchilar deyarli barcha funksiyalarni sensorli ekranga o'tkazmoqda. Buning natijasida haydovchi yo'ldan tez-tez chalg'ishga majbur bo'ladi. BYD esa sensorli boshqaruv va an'anaviy tugmalar o'rtasida qulay muvozanatni saqlashga harakat qilgan. Biroq interyerning eng noodatiy elementlaridan old yo'lovchi tomonidan panelida o'rnatilgan maxsus rezbali mahkamlagich bo'ldi. Unga action kamera, smartfon yoki video tasvirga olish uchun boshqa qurilmalarni o'rnatish mumkin. Salon uchun Dawn Purple deb nomlangan yangi rang bezagi ham tayyorlangan. Ushbu rang interyerni odatiy qora, kulrang variantlarga nisbatan yanada jozibador qiladi. Jihozlar ro'yxati ham ancha boy. Yuqori komplektatsiyalarda proyeksion displey, old o'rindiqlar uchun isitish, shamollatish va massaj funksiyalari taklif etiladi. Bundan tashqari markaziy konsolda ichki sovutgich o'rnatiladi. Ilgari bunday qulaylik asosan qimmatbaho biznes klass avtomobillari va yirik minivanlarda uchrardi. Endilikda esa Xitoy ishlab chiqaruvchilar bu funksiyani tobora ko'proq nisbatan hamyonbop modellarda ham taklif qilmoqda. Chinmax DMI plug-in gibrid modeli 4 ta komplektatsiyalarda taqdim etilishi kutilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra uning narxi 16981 dan 21411 AQSh dollarida bo'ladi. Chinmax EV elektromobili esa sizib chiqqan ma'lumotlarga ko'ra 5 ta komplektatsiyada taklif etiladi. Uning narxi 18458 dan 22888 dollargacha bo'lishi kutilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra namoyish avtomobillari yaqin kunlarda Xitoyda avtosalonlarda paydo bo'ladi. Rasmiy taqdimot esa 13 avgustga rejalashtirilgan.